Assalomu alaykum, hurmatli ko'ruvchilar. Uyg'ur axborot markazining haftalik xabarlar programmasiga xush keldinglar. Men Muhammad Azat. Bugun seshanba. Tuvandagi xabarlarimizning tafsiloti bo'lsin. News Tour'un 10 noyabrda xabarı gören Biden bilen Xi Jinping 15 noyabr San Fransisko'da görüşüp, ciddilik içindeki Amerika-Xitay münasebeti cümleden soda, Tayvan qatarlıq məsələlər haqqında söhbət eşidigan. Aqsaray bir neçə həftədən bu yan izchil halda Biden bilen Xi Jinping'in San Fransisko'da ötküzüldiğən Asiya Tinch Okean iqtisadi hamkorlik başlıqlar yığını jarayonida uchrashishni mo'ljallangan bo'lsa-mu, ammo bu uchrashishning tafsilotlari haqidagi suhbatlar toki 11 noyabrgacha davomlashgachqa ikki rahbarning ko'rishadigan, ko'rishmaydiganligi aniq bekitilmagan edi. Aqsarayning axborot kotibi Karen Jean-Pierre o'z bayonotida mundaq degan: "Rahbarlar 3 aloqa liniyasini saqlab qolishning har vaqt muhimligi va o'zlarining raqobatli mas'uliyatchanlik bilan boshqarib manfaatlari o'rtaq bo'lgan masalalarda, bo'lib xalqaro jamiyatga ta'sir ko'rsatadigan davlat halqagan xirislarga qabul turishda hamkorlash imkoniyatlarini muzokara qiladi." Xitoy Diplomatiya Ministerligi 10 noyabrdagi bayonotida Xi Jinpingning Bidenning taklifiga binoan 14 noyabrdan 17 noyabrgacha Asiya Tinch Okean iqtisodiy hamkorlik başlıqlar yig'ini qatnashadiganligini, bu jarayonda yana Xitoy-Amerika başlıqlar yig'ini qatnashadiganligini bildirgan bo'lsa-mu, bu haqda boshqa tafsilot bilan ta'minlanmagan. Reuters agentlik to'rining 10 noyabrdagi xabarga ko'ra, New Yorkdagi CIC Xitoy mablag'chilik shirkati ishxonasiga yangi Shimoliy Amerika mas'ulini tayinlagan bo'lib, bu ishdan xabardor ikki kishining aytishicha, bu o'rin shuningdan ilgari bir oy bo'sh turgan. Gerçi Xitoy bilan Amerika o'rtasidagi ziddiyat davomlashayotgan bo'lsa-mu, ammo bu Xitoy egilik huquq fondining bu yerdagi faoliyatlarini normal ravishda davomlashtirishni umid qilganligini ko'rsatadi ekan. 1 trillion 350 milliard dollar qiymatidagi bu fondning Xitoy cho'ng quruqligining sirtidagi Hong Kongdagidan boshqa birdan-bir boshqarmasi New Yorkda ta'sis qilingan bo'lib, bu boshqarma mazkur fondning Amerikadagi mulklarini boshqarishga qulaylik yaratish uchun 2015-yilda qurilgan. National Review to'rining 10 noyabrdagi xabarga ko'ra, bu hafta Amerika Davlat Majlisidagi Xitoy ijroiya komitetining har ikki partiyaning a'zolaridan tarkib topgan rahbarlari Prezident Bidenga xat yozib, uningdan oldimizdagi hafta Xitoy rahbari Xi Jinping bilan ko'rishganda bir qism siyosiy mahbuslarning qismati haqida gap qilishni talab qilgan. Hamda Bidenga Xi Jinpingga topshirdigan ism tizimligini ma'lum. Gerçi Bidenning bu tizimdagi zodi qanday muomala qildiganligi aniq bo'lmasa-mu, ammo Davlat ishlari mahkamasining yaqingi qilmishlarini nazarda tutganda Amerika hukumatidan bek umid kutkul bo'lmaydi ekan. Masalan, Kaliforniya shtatining valisi Gevinning yaqinda Xitoy qilgan ziyorati Amerika hukumatining bu masaladagi maydonini yoritib beradi ekan. Oldingi oyning oxirida klimat o'zgarish masalasida bir qator do'stona uchrashishlar uchun Xitoyga borgan Newsom 4 yildan ko'proq vaqtdan buyon Xitoyni ziyorat qilgan tunji Amerika valisi ekan. Newsom yo'lga chiqishdan burun uning ishxonasi Newsomning Xitoyda o'tkazilgisi hech qanday faoliyatda kishilik huquq masalasini o'tirib qo'ymaydiganligini bildirgan bo'lib, bir qism parlament a'zolari uning bu tutumini qo'rqinchli deb tanqid qilgan. Halbuki Xitoy ziyoratida Xi Jinping va boshqa yuqori darajali Xitoy amaldorlari bilan ko'rishgan Newsomning ishxonasi safar jarayonida uning pozitsiyasining o'zgarganligini bildirgan bo'lib, uning safar xulosasida mundaq deyilgan: Vali va uning Xitoy mansabdoshlari Hong Kong, Tibet, Sharqiy Turkiston va Tayvan masalalari, shundaqla 2006-yildan boshlab Xitoy turmusida yetayotgan Kaliforniyalik Pop David Lam qatorliqlarni o'ziga olgan har xil kishilik huquq masalalari to'g'risida paranglashdi. Newsom o'zining bu masalani Xi Jinpingga bevosita aytolmaganligini dalilab mundan bildirgan. Men Xitoy tashqi ishlar ministri bilan 1 soat birga bo'ldim. Ondan Xi Jinping bilan uchrashishim aslida 20 minutda planlangan edi, ammo keyin 45 minutga uzartildi. Ben bu 20 minutlik fursatni nemishqa bu yerga kelganligimni ta'kidlash bilan isrof qilishni xohlamadim. Men Amerika prezidenti emas, davlat sekretari emas, balki tuvan karbonlik yeshil ishga ahamiyat beradigan valilardan biri. Amerika hukumati Newsomning bu tutumiga hech qanday e'tiroz bildirmagan bo'lib, bu Amerika hukumatining ham Newsom bilan o'xshash mavqeda ekanligini aniq ko'rsatib berdi ekan. Al Jazeera to'rining 11 noyabrdagi xabarga ko'ra, Amerika Moliya ministri Janet Yellen San Fransiskoda Xitoyning muavin bosh ministri Xalifang bilan 2 kunlik uchrashishdan keyin Xitoy doiralarini Rossiyaning Ukraina qarshi urushiga yordam bergan Xitoy shirkatlariga zarba berishga chaqirish bilan bir vaqtda Xitoy bilan Amerika o'rtasida sog'lom iqtisodiy munosabat o'rnatishning zarurligini ta'kidlagan. Yellen yana mundan bildirgan: Amerika Xitoy bilan bo'lgan iqtisodiy aloqani uzishning qo'yida emas. Chunki bu Amerikaga Xitoyga ziyon soladi va dunyoni muqimsizlashtiradi. Ammo Biden hukumati Rossiyaning mudofaa asalari bilan ta'minlaydigan Xitoy shirkatlariga qarata o'z oldiga tadbir qo'llashni deyanmaydi. Amerika Moliya ministrligi Xitoy shirkatlari va banklarining uskunalarning Rossiyaga eqishini osonlashtirayotganligi doir isbotlarni bayqadi. Shunga bu shirkatlar va banklar og'ir oqibatga duch keladi. Bu yig'in Biden bilan Xitoy raisi Xi Jinpingning uchrashishining oldida berilgan.
Aksiyostorning 11 noyabrdagi xabar ko'ra, yangi dokladga qaraganda Xitoy hozir atalmış bir balvoq bir yo'l tashabbusi doirasida taraqqiy qilayotgan davlatlarga 1 trillion 300 milliard dollar mablag' saqlagan bo'lib, bu mablag'larning hammasida degudek Amerika dollari ishlatilgan. Shundaqla mushaning 6-kundan 8-kunigacha Hong Kong pul muomala boshqarish idorasining sohibxonligida Hong Kongda o'tkazilgan yer shari pul muomala rahbarlarining mablag' selish yig'iniga Citi, Morgan Stanley, Apollo, Goldman Sachs, Citadel, Fidelity qatorliq Amerikadagi eng kuchli ba'zi shirkatlarning bosh ijroiya amaldorlari taklif qilingan. Buningdan sirt Amerika bilan Xitoy o'rtasidagi harbiy aloqani yaxshilashga boshlagan bo'lib, har ikki davlat rahbarlari Bidenning vazifa o'tash muddatining oldingi yerimida eng tuvan nuqtaga tushib qolgan bu munosabatni yaxshilashni qo'ydik. Bloomberg agentligining xabarida ko'rsatilishicha, Xi Jinpingning San Fransiskoda nurg'unlagan amerikalik shirkat xo'jayinlari bilan ko'rishni planlashimi uning Amerika bilan bo'lgan munosabatni yaxshilashning ifodasi ekan. Xabarlarimizni ko'rganingizga rahmat. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh. Allohga emanet.